Assalomu alaykum. Biz bugungi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsimiz HTML bo'yicha, HTML CSS bo'yicha. Bunda front-end kursini uchun darslarni boshlaymiz. Front-end kursi uchun maydalashib o'tirmaymiz. Katta tushuntirib ketaman, chunki vaqt ko'p bo'lib ketsa odam ko'rgisi kelmaydi, keyin erinchoqroq bo'lib qoladi odam. O'shaning uchun men sizlarga bu narsani tushuntirib o'tib ketaman hammasini. Iloji boricha aniq va tiniq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Biz VS Code'ga kirib olamiz. Keyin o'tgan darsda VS Code'ni qanaqa qilishni, qayerdan yuklab olishni aytmagan ekanman. Brauzerga kiramiz. Biz yana qotyaptimi deyman. Hozir qancha xavf bor deyapman. Visual Studio Code bor. Mana Visual Studio Code yuklab olish, Windows yuklab olish. O'shaning rasmiy sayti manki. Rasmiy saytga kirib olib, bu saytda mana ko'rsatib qo'yibdi. Windows uchun, Apple kompaniyasi, Microsoft uchun hamma operatsion sistemalarga Visual Studio Code bor. Windows uchun yuklab olasizlar, 64 ligini yuklab olib o'rnatasizlar. Menda o'rnatilgani uchun uni yuklab olmayman. Demak, darsimiz kodiga kirib olamiz. Kodida yangi ochamiz, fayl papka ochamiz. Fayl papka ochishni men sizlarga hozir o'rgataman. Open folderga kiramiz. Open folderga kirib, faylni bosamiz. Mana faylni bosib, Open folderga kiramiz. Bizga papka ochib beradi. Demak, новый papkani ustiga bitta bossak, yangi papka. HTML ikkinchi dars deb qo'yamiz. Papkani yaratib olamiz. Bitta narsa, papkani ichidan papka yaratib ketmayman. Masalan, birinchi darsni ichidan yana papka yaratib ketish bu juda katta xato. O'shaning uchun ikkinchi darsda papka yaratib olib, yangi uni papkani ustiga bitta bossak, mana bu yerda HTML ikkinchi dars deb chiqadi. Silt yaratish degan joyga bitta bosamiz. Bu ochiladi, bu oyna ochiladi. Yangi jadval ochiladi. HTML ikkinchi dars deb mana bu yerda chiqdi. Buni endi new file deb yangi index ochib olamiz. New index. Buni o'tgan darsda ham o'rgatdim. Sichqonchaning o'ng tomonini bitta bosasiz va chap tomonini bitta bossangiz mana bunaqa joy ochiladi. New file. New file ustiga bitta bossangiz yangi chiqadi. Keyin bunga index deysiz va bitta nuqta qo'yib HTML deb yozib qo'yadi. Va bizda yangi shunaqa fayl ochib beradi. Bunga shift bosib, unda bitta bosib, enterni bitta bossak, mana shunaqa ichiga yozadigan taglarimizni nomini chiqarib beradi. Bu sarlavhamiz. Sarlavhamizga HTML ikkinchi dars deb qo'yamiz. Dars. Endi buni ikkinchi darsni ochib olganimizdan keyin
Sizlarga slayd tayyorlaganman. Slaydimizda mana ko'rishlaringiz mumkin. Teglarimiz bor, har xil teglarimiz. B tegi bor, B tegi bor, B tegi Kodi, M, I, Smart, March, Tos, Sup, Ins, Delf, Smart teglari qanaqa ishlashini ko'rib o'tamiz. Masalan, bir tegini ko'rib o'tamiz. Bir tegini ko'rib o'tadigan bo'lsak, P tegini yozib, ichiga lorem deb yozsangiz, qancha matn kerak bo'lsa yozib beradi. Masalan, menga 10 ta matn kerak. Menga 10 ta matn chiqarib beradi. P tegini ichida. P tegini ichida Hamid degan joyga men hozir sizlarga birini tushuntirib beryapman. Mana bu tegni tushuntirib beryapman. Keyin Visual Cody'da brauzerda ochish uchun Firefoxga kirib, Firefoxga kirib olib, Playlistga kirib, papkamizga ikkinchi darsga kirib, mana buni ustiga bosib ochish bu juda ko'p vaqt oladi. O'shaning uchun Visual Code'ning o'zidan qilaman brauzerga o'tib ketish uchun o'tib ketishning o'tib ketish uchun mana bu yerni bosasizlar va keyin Open deysizlar. Open server chiqadi hozir. Bu yerda chiqmayapti. Kattalashtiramiz. Open server browser chiqadi. Ustiga bir bosasiz, brauzerni o'rnatib olasiz. Open server brauzerni o'rnatasiz. Menda o'rnatilgan, o'shaning uchun bunday turibdi. Keyin hozir nima internet qanaqadir ishlayapti. Liver server degani bor. Liver serverni ham o'rnatib olasiz. Menda o'rnatilgan. Liver serverni o'rnatib olsangiz, o'rnatib olganingizdan keyin sizda avtomatik mana bunaqa joyga index.htmlga o'tib turib, index.htmlga o'tib, masalan, o'ng tomonni bitta bosib, Open with Liver server degan joyi chiqadi. O'sha yerga bitta bossangiz, bu avtomatik brauzerga o'tib ketadi. Brauzerga o'tib ketdi. Lorem mana shunaqa matnimiz yozilib chiqdi. Endi bu matnimizni mana admin degan joyga bir desak, enterga bossak, mana bu biri chiqadi. Va bu biri abzas. Matnimizni bitta pastga tushirib beradi. Admin degan joyidan to'xtaysiz, mana bu joyi pastga tushib ketadi. Mana bunaqa bo'ladi. Qarang, lorem deb yozilib, mana admin degan joyi to'xtadi va bitta pastga tushib berdi yozuvimiz. Bu enter deyiladi. Enter desa ham bo'ladi buni. Mana shunaqa tarzda ishlaydi. Endi qolgan teglarimizni ko'rsatib ketamiz. Qolgan teglarimiz P tegimiz, lorem tegimiz. Men uni bittalab yozib o'tirsam, sizlarga juda ko'p vaqt ketadi. O'shaning uchun har bir tegning ichiga qanaqa yozuv chiqarishini yozib ketganman. Masalan, mana bu qalin yozuv chiqaradi, bu kodli yozuv chiqaradi. Bu alohida belgi. O'shanaqa narsalarni chiqarib beradi. Masalan, buni hozir men kopirovat qilib olaman va Visual Code'ga qo'yaman. Visual Code'ga qo'yib, buni taxlayman. Buni taxlandi. Buni brauzerdan ochamiz. Brauzerda hammasini chiqarib berdi. Endi bitta-bitta tushuntirib ketaman. Bitta-bitta mana bunaqa qilib olib, hozir commentga olamiz hammasini.
uzr, sal yana xatolik ketib qoldi kompyuterimizda. O'shaning uchun mana shu yerga kelib qolgandik. Darsimizni davom ettiramiz. Mana bu yerni commentga olamiz. Commentga qanday olinadi? Ctrl undovni bossangiz bu commentga olinadi. Commentga olingandan keyin bu narsa yashil yozuvda bo'lib qoladi va brauzerga bu narsa chiqmaydi. Brauzerga bu narsa chiqmaydi. Brauzerga bu narsa chiqmaydi. Keyin bu qalin yozuv. P B elementi qalin yozuv qilib chiqarib beradi. Qalin yozuv qilib chiqarib beradi. Buni ochamiz yana qayta. Ochib qo'yish ham shu Ctrl bilan undovni bossangiz qaytib ochadi. Belgilab turib. Endi mana uni commentga olamiz.